Tak 30 noyabr 2025 yıl hurmatli kuzatuvchilar Puska ayaqda navbatdagi obyektimiz ochildi. Mebellar, asl mebellar brend asosida mebellar tanishtirib o'tamiz. Juda arzon narxda. Bu mebellarimiz 5 million 600 ming so'm bo'lgan 20% chegirma bilan 4 million so'm üstel kursi komplekt ham mo'ji. Bu mebellar ham shu baho. Ichkarida boshqa navbatdagi mebellarimiz uni ko'rsatib o'tamiz. Keyin ichkariga keling. Ichkarida mebellarning bu yerda to'g'risi dim konkreti bor. Mana mebelimiz 12 million so'm. Bunga adam 20% chegirma bilan 9 million 600 ming so'm. Eldindan 4-4,5 million berasiz yarısini. Qolganini 3 oyga hech qanday foysiz beriladi. Qarang, mebelning ichini qarang. Suyitni o'chirasiz. Basas yanadi. Yanadi tiyi. Ana yanadi. Ko'rdingizmi? Suyitni o'chirib, ishni bajaradigan xili bu. Spalnilarimiz komplekt zo'r xili bu. Bu yog'imizda spalnimiz bu ham shu 12 million so'm. Bunga adam skidka 20%, 9 million 600. Yarısını berasiz, qolganini 3 oyga foysiz beriladi. Xalasangiz 1 oyga ham. Texnikani ko'rdingizmi? Ichida hammasida suyit bor. Sensorli oyna, barida sensorli oyna. Bu yerda xalasangiz zakazga xalagan mebelingiz, xalagan kuxningizni qilib beradi. Bimiz 10 million so'm 20% chegirma 8 millionga beriladi. Komplekt hamma vajib. Bimiz 9 million so'm, bu skidka bilan 7 million bo'ladi. Buni ham yarısını berib, qolganini 3 oy 4 oyga bersangiz bo'ladi. Bu mebelimiz ham shu, asosiy bu yerda ustal kursimiz. Shohona ustal kursimiz 10 million so'm bo'lgan 8 millionga beriladi. 4 million bersangiz 12 kursili, 12 kursi, 12 odamlik. Qolganini 3 oyga 4 million bersangiz 8 million jam bahas. Bu yoqda yana mebelimiz bor. Buni kirganiga oyoq qo'yadigan boshqa yerdan bor. Bu yoqda mebelimiz tak, bu mebelimiz tak 6 million 300 ming so'm 20% chegirma bilan 5 million so'm bo'ladi. 3 oyga 2,5 million berasiz, qolganini 3 oyga foysiz. Mana mebelimiz high-tech usuldagi kuxni mebelimiz bu. 1 metr 2,5 million so'm bo'lgan, 1 metrni 2 milliondan qilib beradi. Bu mebelimiz 7,5 million so'm bo'lgan 6 millionga bitadi. Agar high-tech usulda emas, oddiy usulda bo'lsa 1 million 200 ming so'm bo'lgan, 1,5 million so'm, 1 million 800, xullas ustoboning o'zi shu yerda mana hamma vajga 20% chegirma bo'lganmi ustobo? 20% chegirma. Xalagan turdagi mebelni uzatib bilasiz, to'g'rimi? Mebel bo'lsa bo'ldi. Ana, orti mebel bo'lsa xalagan turda telefonlarda qoldiramiz. Tochka ma'lum, Puska yoqda bemalol kelasiz, telefonlarda qoldiramiz. Ishingizni bitirib beradi.